Xo'sh, qadrli o'quvchilar, hozir sizlar bilan bitta complaint letterni ko'rib chiqamiz. Yozishni undan oldin ham tushuntirganman. Hozir ham tushuntiraman. Endi judayam oson yo'l bilan sizlar grammatikada o'tgan hamma mavzularni qo'shib, osonroq qilib tushuntiraman. Mana complaint letter yozamiz. Mavzusi mana. You bought a product from your local shop, but the product you purchased was invalid to consume. Write a letter to the salesman. You should say that, introduce yourself, explain the situation, say what action you would like the salesman to take. Короче, bu yerda aytyapti, sen local do'koning, shu qishlog'ingdagi, o'sha areangdagi, hududingdagi do'kondan narsa sotib olding, lekin u yeyish uchun boyagi qabul qilish uchun invalid ekan, ya'ni srok o'tgan deyapti. Sen do'konchiga yozishing kerak, o'zingni tanishtirishing kerak, situatsiyani tushuntirishing va u nima qilib berishi kerakligini tushuntirishing kerak deyapti mana shu pointda. Letterimizda asosiy ma'nosi shu. Letterimizni boshlashdan oldin men sizlarga umumiy barcha letterlar uchun umumiy qolipni, ya'ni letterni qanday yozilishi kerakligini misol ko'rsatmoqchiman. Misol bizga bitta list beradi imtihonda, shu Safer multi-level imtihonida bitta list beradi. Biz letterimizni bitta betiga bemalol sig'dira olamiz. Shunday bo'lar ekan, birinchi bo'lib mana bu yerga greeting bo'ladi. Eng oxirida biz yours faithfully yoki sincerely deb ismimizni yozib ketadigan alohida joy bo'ladi. Mana bu yerda sababni ko'rsatamiz, nega yozayotganimizni va 3 ta markazda main bullet pointlarga javoblar bo'ladi va har bitta paragraf, men hozir sanab o'tgan paragraflar bir-biridan ajralib chiroyli ko'rinib turishi uchun kamida 2 qator tashlab yoziladi. Imtihon varag'ida o'zi qatorlangan bo'ladi, chiziqlangan bo'ladi. Qator taylash yoki bo'lmasam tekst yozish bo'yicha muammo bo'lmaydi. Bunaqa bo'm-bo'sh list bo'lmaydi. Xo'sh, mana essay letterimizni boshladik. Men shu salesman ismini o'zimda local marketimda local o'zimga uyimga yaqin bo'lgan do'konni egasi G'ayrat aka deb boshladim. Dear G'ayrat aka, qadrli G'ayrat aka. I'm writing to complain about the problem with the product which I bought on 21st of January from your shop. Ya'ni men bu letterni, xatni yozishimdan maqsad 21-yanvar kuni sizni do'koningizdan olgan mahsulotingizni shikoyati deyapman. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda hech qanaqa bir qiyin, tushunish qiyin bo'lgan narsani o'zi yo'q. Oddiy zamonlar. Bu yerda present simple da o'zi ketyapti. Faqatgina mana bu which, bu relative clause. Buni ham sizlar bilan o'tganmiz. Xo'sh, mana men bullet pointlarga javoblar yozib bo'ldim. Hozir barabar tanishtirib o'taman. Birinchi bullet point, ya'ni o'zimni tanishtirgan bullet pointimga yozgan javob. Usually my parents work full-time jobs, that's why they cannot cook food for me. Because of my inability to prepare food, I always purchase packaged meals from your shop degan javob. Bunda ya'ni o'zingni tanishtir deganda ism, familiya, qayda o'qish yoki nima tushunilmaydi. Bu o'zingni tanishtir degani, ya'ni salesman G'ayrat aka seni qanday taniydi? Seni nima olishing bilan, ya'ni qachon kelishing bilan taniydi-ku. Shuning uchun ham sen o'sha tanish uchun ma'lumotlar berasan. Ya'ni men aytyapman, meni ota-onam full-time, ya'ni doim ishda bo'lgani sababli menga ovqat pishira olmaydi. Shuning uchun siz maktabdan qaytishda ko'pincha sizni do'koningizga kirib qotlanch olardim. Packaged meal, ya'ni shunaqa tez tayyor bo'ladigan ovqatni olardim deyapman. Bu o'zimni tanishtirish uchun bullet point javob bu. The packaged meal, mana ikkinchiga o'tyapmiz. Ikkinchi bullet pointga, ya'ni situatsiyani tushuntirish bo'lishi kerak bu yerda. The packaged meal which I purchased was called hot lunch. Mana hot lunch endi keladi. With a big package, katta hot lunch. When I was handed the product, it appeared to be a great look. Ya'ni men olganimda u juda yaxshi ko'ringan edi, hech qanday muammo ko'rinmagandi. As well as I did not feel any harsh while eating hot lunch. However, after finishing eating it, I had a serious stomach ache. As a result, I was taken to hospital to cure. Demak, bu yerda aytilyapti, men olgan product, ya'ni mahsulot
qotlanchada, katta qotlanchada. Men qachonki uni olganimda unda hech qanaqa muammo ko'rmagandim. Hatto yetganimda ham hech qanday bir muammo sezmadim. Lekin yeb bo'lganimdan keyin, yeganimdan keyin menda jiddiy oq qorin og'rig'i kuzatildi. Hatto men davolanish uchun shifoxonaga ham yotdim. Mana 3-bullet pointimiz, ya'ni nima qilish kerak endi salesman, ya'ni G'ayrat aka degan javob. Despite the fact your product did not look invalid, the doctor said that the food which I ate was out of validation. I request an appropriate compensation for the treatments and hospital fees. I also believe I deserve an apology for the inconvenience caused to me. I expect a reply from you as soon as possible. Demak, bu yerda aytilyaptiki, xo'sh, sizni product, ya'ni mahsulotingiz unaqa yomon ko'rinmagan bo'lsa-da, doktorlar aytdi, men yegan ovqat srogi o'tib ketgan, shu sababdan qornim og'rigan. Men shuning uchun sizdan hospitalga, dorilarga shifoxona to'lovlariga kompensatsiya so'rayman. Keyin men yana siz, ya'ni bunaqa be'tiborligingiz uchun alohida uzrga ham loyiqman deyapti. Deserve loyiq bo'lmoq. I expect a reply from you as soon as possible. Ya'ni sizdan iloji boricha tez javob kutaman. Yakunda o'zimni tanishtirib ketdim. Hamma letterlarda o'zini so'ngida tanishtirib ketish kerak. Keyin bu letterimiz allaqachon tayyor. Men buni ChatGPTga, ya'ni tekshirish uchun qancha ball olishi mumkinligiga yozdim. Mana allaqachon varianti ham yozilgan, varianti ham tayyor. Xatni 75 ballik sistemada bahola degan javobimga ChatGPT bu yerlarini o'qib o'tirmaymiz. Oxirini ko'rsataman mana. Overall impression, umumiy baho 100 dan 73 qo'yibdi. Ya'ni 70% dan ziyod. 75 dan baholanmaydi, chunki ChatGPT multi-level sifr imtihoni haqida ma'lumotga ega emas, qanday baholanishda. Xatning asosiy maqsadi tushunarli, lekin grammatik va lug'at jihatdan ba'zi xatolar bor. IELTS formatida 75 ballik tizimda bu xat 73 ballni oladi deb hisoblaydi. Ya'ni bizlar unaqa qiyin bo'lmagan grammatika yoki vocabularydan foydalanib, biz bemalol yuqori ball ola olamiz letterdan. Aynan letterdan.